Bugun kechgacha qolasan. Mijozlar ko'p. Lekin mening oilam bor. Ish muhimroq, qolasan. Nega bunchalik kech kelding? Boss qo'l ishga majbur qildi. Bu menga yoqmayapti. Ishdan bo'sha. Men homiladorman. Rostdanmi? Men juda xursandman. Biz ota-ona bo'lamiz. Bu nima? Nega u baliqqa o'xshaydi? Bu bizning farzandimiz. Menga o'xshamaydi. Sen hali menga xiyonat qildingmi? Bu sening bolangmi? O'zing nima deyotganingni tushunyapsanmi? Bunda dum bor. Yaxshilab eshit. Mening bolalarimda tangachalar, suzgichlar bo'ladi va ular umr bo'yi baliq bo'lib qoladi. Sening bolangda tangacha yo'q. Unda nega u bunaqa? Yaxshisi biolog Davronov Shahriyordan so'ra. Avval tuxum, ya'ni ikra. Keyin it baliq paydo bo'ladi. Unda dum bo'ladi. Oyoqlari yo'q. Jabra bilan nafas oladi va suvda yashaydi. Keyin orqa, so'ng old oyoqlari o'sadi. Dum asta-sekin kichrayib yo'qoladi. Nafas olish o'zgaradi. Jabradan o'pka paydo bo'ladi va oxirida u katta qurbag'aga aylanadi. Demak, u men kabi bo'ladimi? Ha, bu sening bolang. Men xato qilgan ekanman. Eng muhimi tushunding.